20 ming 30 ming dollarga arashan qo'ylar sotyapti. 23 santimetr qulog'i deb, shalpon qulog'i. Mollar holatini ko'ring. Sementallarda asosiy fishkalardan bittasi mana. Quloqlari katta, juda ham ajoyib holatda. Oyoq qo'li uzun. Hamma avstriyskiy, germanskiy deydi. Holat qarang. Mashalloh. Yoshlari 12-13 oylar atrofida. Assalomu alaykum. Semental Uz kanalining hurmatli obunachilari. Hammalarga Allohdan barakali kun tilagan holatda. Bugungi syomkani boshlaymiz. Bugungi syomkamiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Eskarab Oxun choyxonasidan tepada 2 kilometr tepaga kelgan deb dehqon akamizni choyxonasiga keldik. Ochiq gap mollarni ko'rib, anchadan beri bunday mollar ko'rgan yo'qdim. Xo'p, jivovesiga mana shu 550 kilo kelib qoladi. Prosta Dalaxonaga hormen charchamayapsizmi? O'zi Andijondan shet ish qiladi. Nejabek ustasi. Mol purishmas, haqiqiy dehqon. Mollar vahshiy zo'r ekan. Hozir suhbatni oldim, videoga olishni oldim. Nima sotyapsiz bular desam, vaqt bo'lmayapti aka, bularni o'rniga qo'ygan deydi. To'g'rimi aka? To'g'ri aka. Egasi olib boqsin, maza qilsin deyapti. Qochirsin. Bunga buqa tovuq olib kelib, bor odamga o'zi sotiladigan mollar emas aka. hozir xudo xolasa. Menga aytdiki, narxini chiqarib bering dedi. Necha pul aytardi sizda bo'lganda? Men aytdim, to'g'risi gap. Menda bo'lganda sotmasdim mollarni. Ichkari kelibdi. Aka, ashuni hayding. Mashinasi ham bir 400 kilo, 420 kilo kelib qoladi, ha? Buqaga kelyapti, vaqt olmayapti qo'ygani. Agar kimga misol qiziq oladigan bo'lsa, bemalol ekranda ularga aloqaga chiqarasizlar. Ukamiz o'zini Nejabek ustasi. Usta mol purishmas zarurat borligi uchun sotilyapti. Buni ishqo'zi olib boqadigan bo'lsa, maza qilib borsa bo'laveradi. Bo'ylari narigisi necha chiqadi? Mana 1.5 dan kam emas. Kichkinasi. Balandroq, ha. Unarigi 1.5 chiqaveradi nariga. 1.5 atrofida chiqaveradi. Bu 1.5 dan kam emas-da. Bo'ldi. 5-uncha bo'ldi, bu ko'ruvdim aka bo'ylarni. Bo'ldi. Orqasi 1.5 dan kam emas. Qo'llari tekshirilgan. Ikkovi ham buqaga kiryapti. Ha. Shu bir haftalik ichida keladi aka. Ikkoviniki ham, ha? Kunda keladi. 2 oy teng keladi. Bo'ldi. Bir ketni kelmaydi, teng keladi. Gap yo'q. Olti yuz kilosi ham lopib ketib qoladi, lekin 550 kilo kelavergan. Orqasi ham shu butun ekanda. So'skalarini ko'rsataylik, taylarining holatlari juda ham zo'r. Bunisi-chi, qash turyapsin? Bu ham zo'r ekan. Aka, xo'p, buni ikkovini bitta olaman deganga necha paq beradi? Uni bundoq qilib, yashir-bashir bo'lgan yo'qmish qilib. Yo'q, aka, yashirdan chiqqan bular. Ha? Yashir bo'lib o'tganmi? Bo'ldi. Xo'p, aka, ikkoviga 100 million berishaveradi. Ya usta, siz ham naql qochirib yubormang. Molingiz zo'r ekan. 100 million bilan hali endi qo'yib ketib qoldi. 35 degani uyatdim. 40 milliondan 80 millionga qursamiz qo'lingiz bering. Aka, unaqa mollar emas-da, aka. Yo'q. Ya bilib turiblar, endi oyog'idan maza qilsin deyapti-da. Bo'lmaydimi? Yo'q, aka. Mollar o'zingizam ko'ryapsiz. Mollaringiz zo'r. 40 dan 80 ga yuradimi? Yo'q, aka. Bu'lari 90 ga ozgina o'tib beraman aka. Jupiga. 90 milliondan o'tib beradi. 90 millionga. Ozgina o'tib beraman. Mashalloh, gap yo'q. Bu'lari. Jivoyev esa ikkovi keladi bemalol, bir tonna osh ham kelib qolsa kerak. Buni misol olib boqaman deydigan bo'lsa, 5-6 oy boqadigan bo'lsa, o'z normali pulga aylanib qoladi inshaalloh. Buni hali molni ko'p maqtash kerak yo'q, bir ko'rsatib qo'yamiz. Xolos, ko'rgan odam o'zi ish qilib o'zi bittaga olaveradi. Holatni qarang. Bu ham buqaga kiryapti. Ha, aka, 2 oy teng keladi. Mana shu mollarda agar kim olib sigir qiladigan bo'lsa, 16-17 ga keladi-da, ya'ni buqaga keladi. buqaga kelgan. Kim olib sigir qiladigan bo'lsa, 25 litr pastda sut bermaydi mana shular. 25 litr pastda sut beradi. Narigini o'zini olaman degan bo'lsa, hech pul beramiz. Bitta sotasini. Kelishamiz-da, men bitta sotilsa yaxshi aka. Bo'laveradi. Farqi yo'q. Tirikchilik qilaman deganimi yo anaqa qilaman deganiga farqi yo'q, sotilaveradi. Sotilaveradi. Bo'ldi. Kelishamiz-da aka pulini. Gap yo'q. Videoga maksimal like bosib, ponni ishqozlarga tarqatib yuborasizlar. Holati zo'r. Nima beryapsiz bunga? Silyoz? Silyoz, somon, ideal ko'rim. Gap yo'q. Holati yaxshi, xudo xolasa.
Tekshirtirib olishaveradi. Qonigacha. Sog'ligini ham. Yashurdan chiqqaniga qancha bo'ldi endi ular? 2 oy bo'ldi aka. Ha, bo'ldi. Agar yashurdan chiqqan bo'lsa, bemalol bunaqa narsa bo'lmaydi endi, xudo xolasa. U yashur haligi yozdan keyinlar bo'lishdi bular. Ha. Yana vaksinalar qilingan sirada? Bunisi ham zo'r ekanda, qarang jonivorlar. Aylan yurib, quloqlarini qarang, shalpon quloq. Mashina o'zini qirqa bermaysan kichkinasini? Ishbozchiligi. Yo'q Ha? aka. Ikkovini bittasini Ikkovini bitta olaversin aka. maza qiladi olgan odamni, gap yo'q. Bunaqasi kam chiqadi aka o'zi. Ya, u yerda ko'rgan odam o'zi sirasi biladi. Holatini. Mashalloh. Kechqurun shu yerda yotibmi, ichkari kirib qo'yasiz. Aka, eshik ochiq, kirib chiqib yurishibdi. Kirib chiqib o'tiraveradi bemalol, ha? Anjorlari sog', mana o'ynab, chiroyli bo'lib yuribdi. Xudo xolasa gap yo'q. Aka-ukalar sog' bo'linglar, xudo xolasa. Kimga zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Buni video shu bilan tugatib ko'ramiz. Kim tez vaqtli telefon bilan bo'lmasa, mollar o'shanga nasib qiladi.